Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikqa davom qilayotgan millionlagan Uyg'urlar lager va turmalarga solinib, Uyg'ur xalqi to'pyekun erkinlikdan mahrum qoldirilgan bugungi kunda Avstraliyadagi ba'zi tadqiqotchilarning Xitoy bilan hamkorlashib, Uyg'urlarning DNAsi haqida tadqiqot ilib berayotganligi va bu orqali Xitoyning qonun doktorlik sonliq ma'lumot ombirini qurishga yordamlashayotganligi kuchli norozilik qo'zg'adi. Sydney Attiganlik gazeti 2 sentabr e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, o'tgan 10 yildan beri Avstraliyadagi tadqiqotchilar Xitoy bilan hamkorlashib, Uyg'ur va boshqa millatlarning tenidan to'qilma hujayrasi elish va ularning DNAsini tadqiq qilishni davomlashtirgan. Ig'ir ta'qib va qamal ostida yashayotgan Uyg'urlardan milliondan ko'p insonning turma lagerlarga qamalganligi, xohlagancha majbur emgakka silinganligi, nopus ko'payishining cheklanganligi dunyoga oshkorlangandan keyinmi ular tadqiqotni davomlashtirgan. İnsanlarning biologiyalik alayidligini tekshirishda shu insonning ma'qulligini elish oldingi shart bo'lsa-mu, Uyg'ur va boshqa millatlar Xitoy soqchilarining majburlashi bilan bu tadqiqotga qatnashgan. Avstraliyalik tadqiqotchilar Uyg'ur bolalari majbur solangan yotoq maktablardami tadqiqot ilib berib, Uyg'urlarning etnik alayidligini tekshirgan. Ular hatto Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi tufaylidan xalqaro cheklamaga uchragan bir shirkatning yordamiga erishgan tadqiqot organi bilan hamkorlashgan. Avstraliya Monash universitetining tadqiqotchisi Dr. Kevin Carrico ilm axloqiga yot bu qilmishni ayblab, o'tgan 7-8 yillik rayonga oid xabarlarni o'qigan kishilar uchun aytganda, u joyda DNA avrishkalarini to'plash chekdan oshgan qilmish hisoblanadi. Ammo undaq bo'lmabdi. Tadqiqotchilarning shu ahvoldami xizmat qilishiga odamning ishongisi kelmaydi degan. Avstraliyadagi ba'zi tadqiqotchilarning yuqorqida qilmishlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram apandim mundaq deb ko'rsatdi. İnsan bilan munosabatli genetik tadqiqotlar bu nozik bir mesele bo'lg'ashqa nurg'un davlatlarda bunun şartlarını keltirgan. Misalga buni çoğum sotlardan yoki şu adliya organlardan ruxsat edish lazım. Bu kişi tadqiqot ilib boradigan obyektlardanmi ruxsat edish lazım. Hem de bunu yomon niyatga ishlatmaydiganligiga dair bazı sözlerini berish lazım. Yani guvoh berishga to'g'ri keldi. Fakat bu çeklemeler tadqiqotchilarga bir qiyinchilik yaratyapti. Shuningga Xitoydek keng ko'lamda abaqi degan cheklemelarni chekilmaydigan bunda bir ahvolni va vaziyatni muhitni yaratib bergachga nurg'un tadqiqotchilar shu Xitoy bilan hamkorlik qilishni xohlaydi hamda. Fakat Xitoyninki Uyg'urlarga qartilgan siyosetini hammamiz bilamiz, butun dunyo biladi. Bu haqda Birleşken Devletler Teşkilatı, nurg'un davlatlarninki organlari va shundaqla inson haqlari tashkilotlarda chiqargan dokladlar bor. Delil isbotlar bor. Yani Xitoy Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotidi va bu yerda irqiy qirg'inchilikni ilib beryotidi. Bunda bir sharoitda agarda bu tadqiqotchilar Xitoydan ruxsat ep turib, Uyg'urlarni bunda keng ko'lamda tadqiq qilgan bo'lsa, buning natijasini Xitoy foydalansa, Xitoy Uyg'urlarga qaratilgan zulm siyosati texmi ig'irlashadiganini bu tadqiqotchilar bilish lozim. Fakat bununla karşı yalğızlar söz bilan qolmay, buni ba'zi harakatlar bilan boshlash lozim. Misalga birinciden şu Avstraliya tadqiqotchilarninki ilib borgan bu faoliyatini fosh qilish lozim, dunyoga bildirish lozim. Avstraliya bir demokratiya, bir davlat bo'lg'achqa, ularning mediasi buni fosh qilib o'tirg'a qo'yapti. Bu nihoyatda muhim bir masala, buni tashkilotlar jiddiy ilishga to'g'ri keldi. İkincisi, Avstraliyadagi tashkilotlar o'zininki hukumati majlisiga kongressda bu meselelerni tilga ilib, bununla bir bisim şekillendirish lazım. Yani cemaat fikrini teşkil qilish uchun ba'zi faoliyatlarni ilib berishga to'g'ri keldi. Üçüncüsü, misalga hozirgacha Uyg'urlar haqida bir Uyg'ur inson haqlari qonuni chiqdi. Undan keyin Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan bu ishlab chiqargan mahsulotga qarshi
bir kanun var. Bununla birlikte bazı Birleşmiş Devletler Teşkilatı çıkargan dokladlardaki mühim hüccetlenme var. Hazırgacha tehi Magnitsky kanunu tehi yaygınlaşmadı, tehi yayılmadı. Avustralya'daki teşkilatlar yukarıda da ötken şu kanunlarını Avustralya'da çıkaralaydigan bir faaliyetlerini ilip bağan takdirde, misalga netice algan takdirde, ebeki ahvallarını aldığını ilişki buludu. Misalga xalqarada bir kanun var, yani zamanıvi müstemlikeçilikке karşı, yani bu kulluk sistemge karşı tedbir iliştirdiğin kanun var. Bu kanunu bazı devletler özünün içki kanunga aylandırgan, misalga İngiliye. Şununla İngiliye'ninki modelini eptirip Avustralya'da mı bunu hıglı buludu. Şundakla bu başka Avrupa devletleri ve Garip devletlerde mi yaşayatkan teşkilatlar mı bu muşunu numune kılıp, muşunu misal kılıp durup özünün yaşayatkan devletlerde muşunda kanunlarını çıkaralıgan takdirde onundaki Xitay'nınki Şark Türkistan'da elip bağın bu zulüm siyasetinin aldığını ağıl buludu dep oylayman. Xitay hökuməti keyinki mezgillərdə Uyğur degan namның əslidəki ölçəmlik ingiliscə yazılışı və Uyğur tiliga ən yaxın bolğan transkripsiyalik şəkli bolğan Uyğurni öz aldığa Uyğur deb yazıb kelayotgan bolub, növbətdə onu xalqaraga zorlab tanışqa uringan. Bu əhval chet eldəki Uyğurshunoslar və til sohasidəki mutaxassislərning diqqətini qo'zg'amoqda. Amaliyotda bo'lsa, atalmış Uyğur Avtonom rayonluq til yiziq komiteti 2006 yil 10 oyda Uyğur atalg'usining inglizcha haqida taklif nomli bir hujjatni e'lon qilgan bo'lib, oningda ilgari Uyğur nomining inglizcha va boshqa xalqaro tillarda Uyghur degandek har xil yozilib kelgan shaklning Uyghur deb birlikka keltirilganligi, har qaysi matbuot o'rinlarining buningga amal qilish kerakligi aniq yozilgan edi. Amdilikda Xitoy hukumatining ilgari o'z tuzgan bu belgilamani oyoqqa osti qilib, uni xohlagancha o'zgartib, ishki va tashqi matbuotlarga zo'rlab tingishi bu hokimiyatning naqadar muttaham va mustabid bir hokimiyat bo'lganligini dunyo jamoatchiligiga yana bir qatim oshkorlab berdi. Chet ellik kuzatuvchilar Xitoy hukumatining bu atalg'uni qayta o'zgartishining Uyg'urlarning xalqaro birlik kelgan inglizcha atalg'usida qalaymaqonchilik paydo qilib qolmasdan, Uyg'urlar haqidagi xabarlarning torda keng tarqalishiga ma'lum darajada to'sqinlik qilayotganligini bayon qilishmoqda. Tayvan prezidenti Lei Ching-do 9-oyning 1-kuni Tayvan televiziyasining maxsus ziyoratini qabul qilganda so'z qilib, Xitoyning Tayvanni elishdagi asli maqsadining Xitoy zaminini birlikka keltirish emas, balki dunyo tartibini o'zgartirish ekanligini bildirgan. Bu haqda ijtimoiy aloqa tori X'da tarqalgan bir videoda Lei Ching-do riyosatchining savoliga javob berib, demokratiya Tayvanda yiltiz tortib gullandi. Tayvanliklar barliq keltirgan demokratiyani Xitoy hukumati o'zlariga xiris deb qarab olmasligi kerak. Xitoyning Tayvanni besilishdagi qasdi kamina Lei Ching-do yoki ma'lum bir partiya emas, Xitoyni birlikka keltirish uchunmi emas. Agar Xitoyning maqsadi zamin butunligi bo'lgan bo'lsa, nemishqa hozir Rossiya ojizlashgan fursatda ayni vaqtda Rossiya egilib olgan zaminni qaytara olmaydi. Xitoyning Tayvanga hujum qilmoqchi bo'lishidagi g'arazi xalqaro nizom asosidagi dunyo tartibini o'zgartirish, o'zining dunyoga hokim bo'lish maqsadini amalga oshirish degan. Lei Ching-do yana ta'kidlab, Xitoy agar Tayvanni ilishni ko'zlagan bo'lsa, Janubiy dengizda harbiy kengaymichilik qilib nima qiladi? Rossiya bilan birlashma harbiy manevr o'tkazib nima qiladi? Şoňa Xitoyning g'arizi nayt aniq degan. 2022-yili 9-oyda Amerika Markaziy istixborot idorasining muavin boshlig'i David Cohen Xi Jinpingning Xitoy armiyasiga 2027-yildan avval Tayvanga hujum qilishga tayyorlanishga buyruq berganligini oshkorlagan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.